Xatirchi tuman madaniyat markazida ham o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganligining 36 yilligi munosabati bilan "Qadring baland bo'lsin ona tilim" shiori ostida bayram tadbiri tashkil etildi. Tuman hokimligi mas'ullari, tashkilot rahbarlari, tilshunoslar, ijodkorlar va yoshlar ishtirok etgan tadbirda o'zbek tilining huquqiy maqomini belgilashda yengib o'tilgan qiyinchiliklar, hozirgi kunda tilimizning boy imkoniyatlaridan keng foydalanish uchun yaratilgan shart-sharoitlar hamda davlat tilini yangi pog'onaga olib chiqish borasida qilinayotgan sa'y-harakatlar e'tirof etildi. Hamma matbuot nashrlari o'zbek tilida, radio, televideniya, xullas barcha ommaviy axborot vositalari o'zbek tilida o'zini faoliyatini yurita boshladi. Bu hammamiz uchun katta baxt. O'zbekistonda har bir fuqarosi bevosita o'zbek tilini rivojlantirishga, uni buzilmasligiga mas'ul bo'lish kerak. Biz kelajak avlodlar oldida ham tilimizni sog'ligi uchun mas'ulmiz. Shuni esdan chiqarmaslik kerak. Buni hamma joyda, ommaviy axborot vositalarida ham, yig'ilishlarda ham, maktablarda ham, o'quv yurtlarida hamma joyda bevosita tashviqot ishlarini olib borishimiz shart. Tuman madaniyat bo'limi xodimlari hamda ijodkor yoshlar tomonidan tashkil qilingan badiiy chiqishlarda o'zbek adabiy tiliga va uni boricha asrab-avaylash yo'lida mashaqqatli yo'lni bosib o'tgan ajdodlarimizga bo'lgan hurmat hissi yanada jo'shirdi. 1989 yil 21 oktyabr o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kun va har yili shu kunda davlatimizda juda katta bayram bo'lib o'tadi. Bu til faqatgina muloqot vositasi emas, balki millatimning tarixi, ruhiyatini, milliy o'zligini anglash uchun asosiy ko'prikdir. Onalarimizning allalari, shoirlarimiz aytayotgan she'rlarida bu juda chiroyli tarzda tasvirlanadi. Tadbir so'ngida tanlov g'oliblari va faol ishtirokchilar tashakkurnoma, esdalik sovg'alari hamda kitoblar jamlanmasi bilan taqdirlandilar.